Assalomu alaykum aka. Bilajni salfetka olasizmi? Olaman qizim, nechi pul? O'zingiz bilganingizni bera olasiz. Xo'p, bilaman. Mana qizim. Aytgancha qizim, maktabda siz nima bilan ishlar qilib yuribsiz? Men ishlamasam onam kim boqadi? Qizim, onangizlarga nima qilgan? Onam 2-guruh nogiron. Qizim, oxirgi marta qachon go'sht ovqat yegansiz? Bilmadim. Xohlaysizmi, hozir men sizga go'sht ovqatga boraman? Mayli. O'tiring. Alo. Boshda? Ha, bo'ldi. Puling tayyor. 1 soatdan keyin uyimga olib ketaverasan. Xo'p. Keling qizim. Onasi, mehmon keldi. Kir oling qizim. Aytgancha. Qizim, dadingiz qayerda? Onamni tug'yonda nogiron bo'lib qolgan. Shuning uchun dadam tashlab ketgan. Oling qizim. Bo'ldi, amaga qo'nim to'ydim. Qo'yanini oyimga bosam bo'ladimi? Oyingizga ham alohida olib qo'yganman qizim. Siz bemalol olavering. Oling, tortinmang. Dada. Qanaqa dada, nima deyapsan? Kimni bolasi bu? Siz meni dadamsiz. Oyim sizni rasmingizni ko'rsatdi. Qanaqa rasm, qanaqa oya, nima deyapsan? Kimlar topib olasan, ey? Sabina, bor qizim chiqib tur mashinaga. Menga qara. Ikkita oshnalarimizdan ishon bo'ldi demak. Bugun mana guvoh bo'lib turibman. Bu holat menga juda qattiq ta'sir qilyapti. Nimaga bilasanmi? Chunki men 5 yildan beri tirnoqqa zorman. Farzandga muhtojman. Menga qara. Tug'dirishni bilgan, boqib katta qilib qo'yishni ham bilish kerak, tushundingmi? Bu sen bilan yashaydimi, yashamaydimi? Voyaga yetguncha boqib katta qilib qo'yishing kerak sen. Mana, turinglar. Ko'zimga ko'rinma qaytib. Yurak bag'ri yaratmasin, qizim. Qizim, bugundan boshlab sening dadang kim desa, meni ko'rsatavergan, xo'pmi? Seni yetim